Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videoda biz sizlar bilan bir to'rttacha dinamik agent va stadionni kuchaytiramiz. Va qani bo'lmasam ketdik. Birinchi o'rinda stadionni kuchaytiramiz. Fan zonani kuchaytira olamiz. Stadion arzonroq bo'lishi uchun 12% qilib beradi hozir. Keyin o'yin tugaganda clan points qo'shib beradi. 5935 coins borligi uchun kichkina tomon va burchakni qo'ysak mana o'ng tomonlariga. Hozir yana yetamikin? Chapga. Ayo, yetmas ekan. Bo'pti, mana shu tomonni qo'yib turaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Elit divizionga ham kira oladigan bo'lib qoldik. Endi dinamik agent hozir ikkita bor. Taktika qilamiz. Mana shu boshdagi 4 ta, keyin pastdagi boshdagi 4 tani bosamiz. Bosib chiqib turib Husanovni bosib tashlaymiz. Qani bo'lsam ketdik. Kim edi bu? O'rtacha rangi. 7-raqam menimcha bu hujumchiga yaqin odam bo'lsa kerak. Passing 83. Kim edi bu? Ball control 83. De Paul argentinalik. Yarim himoyachi. De Paul 96 reytingli da'vogar futbolchilardan biri. Nima qilamiz? Ikkita yana bitta bor, uni ham ochamiz. Qani? Xuddi o'sha taktika, boshdagi 4 ta, pastdagi 4 ta, keyin Husanovni bosib tashlaymiz har xil joylariga. Keyin yana shunday qilib ochamiz. Davay ketdik. Oq tanli, o'rtacha himoyachi shekilli 4-raqamli. 90 takling, to'pni olib qo'yish darajasi. Keyin kuchi 90. Voy, haligi bo'lsa kerak, hali Muharramovich, voydod ismini qaranglar. Muharramovich. U 82 qolib ketsa kerak menimcha bu. O'sha 4 ta yu 5 ta agent, dinamik agent bo'ldi. Endi common agent angliyalik qora tanli kim edi bu? Bila 48 u. Maza qildim buni. Bu o'rtacha bir 80 coins bo'lsa kerak. Sразу reroll qilamiz. Angliya. Oh, 7. Pas 61. Ball control 66. Usmon Dembele chiqdi. Acceleration speed. Boshdagi 4 bo'lsa yaxshi ekan. Endi rar agent ochamiz. Qaysi davlat edi bu? Kim endi bu? 62-raqam voydod noname shekilli bu ham. 71 pas. Ball control 72. Avom 71. Bo'laradi boriga shukur. Endi Dream Draft
o'tsak ham bo'laversa kerak. O'sha 225 coinsga Dream Draft ochamiz. Birinchisiga sirazi roll qilamiz video ko'rib. Bu yerdan Valverde. Bu yerga Donnarumani olamiz. Baradagi chap qanot himoya. Reroll. Bu yerdan Nuno Mendes eng zo'r chap qanot himoyaga albatta Husanovni olamiz. Gabriel, keyin bu yerdan Hakimi. O'ng qanot himoyaga, chap qanotga Kvaratskhelia. Markazga yo'q, Reroll qilamiz. Hozir Barella yoki McTominay. Statistika. Bo'lmasam McTominayni olsak, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Barella ham yaxshi ekan u. Baribir McTominay yaxshi ekan. Qani bo'lsak yetdik. O'ng qanotga Muhammad Salah. Hujumga Reroll. Hujumga Vinicius Junior. 85 eng yaxshi chap qanot hujumchisi. Hujumga Reroll qo'ramiz. Yana bitta Reroll qilamiz. Shunda kim tushsa olaversa kerak. Qani Davay Messi 83. Davay Messiga, davay. Rashfordlar tezligi bor-u, lekin yaxshi tepa olmaydi. Shuning uchun ham Messida o'ramiz. Vinilar tashab bersa urib beraveradi. Varataga Milenkovic, Savic bor ekan, Pop bor ekan, Mamaradashvili bor ekan. Davay Mamaradashvili. Statistikalari sal normalroq ekan. Keyin reroll qildik. Davay Hinkapi. Himoyaga reroll. Calafiore. Davay. 79 darajadagi Calafiore. Trossard. Trossardni olamiz u. Keyin Kante обязательно. Gekpo. Ekiteki. Reroll va Rodrigo. Bizning ajoyib tarkibimiz zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Hamma sariq bo'libdi pashti. Husanov, Calafiore va Mamaradashvilidan boshqa hammasi sariq darajali futbolchi. Birinchi o'yin Manchester City bilan va finalimiz. Welcome to the team Milani. And the away team have gone with this formation. Hammalasi yozib chiqilgan edi va YouTube'ga Good ball control. Forward. Hamma previewlar tayyor, keyin hozir 18 minutlik video bo'ldi. It's Caicedo. Hammasini kesib chiqdim bitta. Kimdir asha bilsa berib Is this a goal? Video uzatishni qo'yishsa, aytsalar, qolsalar, Everyone's ready. Play restarts. G'alaba qozondik. He gets the player of the match award, fully deserved. He was unstoppable today. Dinamik agent oldik va buni ochsa ham bo'laveradi. Dream Draft 250 olmaz o'ppalar. Yana xuddi o'sha taktika bilan ochib olamiz. Boshdagi to'rtta, pastdagi to'rtta, keyin sekin Husanovni bosib
Hamma joylariga bosib tashlaymiz. Bismillah. Qani, ketdik. 1, 2, 3. Bu pasroq. 14 raqamli o'yinchi. Tepish darajasi udari 79. Menimcha hujumchi yaponiyalik ball kontroli 87. This is a special moment for a special player. The secret's out. He's signed for the team. Juda yaxshi. Endi esa uje zo'r. 6 ta dinamik agentimiz bo'ldi. Endi treningdan format ochib olishimiz kerak. 4-4-2 yarashmayapti bizga. RM, LM bilan o'ynash kerak bo'lyapti. Mashina right winger, left winger bo'lganda o'ta ideal bo'lardi. Bitta hujum qilib turib. Ana. Komandamizda oddiy common player qolmadi. Faqat mana endi biz event yutib oldik. Mana dinamik agent. 4 ta o'yin, 4 ta g'alaba va dinamik agent olish mumkin. Eventdan 3 marta foydalansa bo'ladi. Qani bo'lmasam sekin dinamik agent ochishga o'tamiz. Va biz yana xuddi o'sha taktika 4 ta tepadan, 4 ta pastdan bosib olamiz. Keyin sekin borib Husanovni topib bosamiz. Mana Husanov o'rtada turibdi. Mana hamma joylariga bosib tashlaymiz. Kirib chiqdim. Agent ochdik. Yo bismillah ketdik. Bo'yi uzun. Bir cho'skasi mening yoshligim. Bo'yi uzun, oq tanli 9-raqamli o'yinchisi. Baquvvatgina chiyli. 88 udar. Точно hujumchi. 92 strange. Sorlot Norvegiyalik The hujumchi. fans can't believe they're seeing him wearing the club shirt. Juda zo'r. Idealni bo'lyapti uni tarkib. Qani screenshot olaman. Ana Sorlot tushdi. Jigarlar, hammangizga omad. Tez orada uchrashguncha xayr.